Assalamu alaikum Uyghur Heptiligi görülmeleri programımıza hoş geldiniz. Mehmet Oğuzhan Zaten programımıza hoş geldiniz. Rahmet. Sen yaxşı olma. Yaxşı, Xudoga shukr. Nimadan burun yana o'xshash programmamizga davomli qatnashib bizga har xil taklif fikr berib kelayotganlarına ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ana keyin bizni qo'shib olishinglarni har xil taklif fikirler bo'lsa berishinglarni tovanchilik bilan so'raymiz. Anda bo'lsa programmamizni boshlab ketamdiq. Başlap gidelim. Oldin qaptidiki qiziq nuqtalardan muhimroq bo'lganimda Turkiya parlamentininki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tekshirish loyihasining rad qilinganligi to'g'riliq bir nima bo'ldi. Gelecek Partiyasininki nimasi parlament milletvekili Selçuk Özdağ'ınki Twitter hesabida taqdim qilgan chog'da shu u qarornomaninki gene shu iqtidordagi hozirgi nimaniki partiyaniki buni rad qilganlik to'g'riliq bir yozma e'lon qilganbdi. Bu hamda tunji qitimni rad qilish emas, oldin qitim iyi partiyaniki shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini aloqador bir qonun loyihasini sungan vaqtda bu rad qilingan. Hamda bu shunday rad qilinib kelyotidi. Buning sabab yoki nimalarini to'xtalgan jarayonda asosda bir buni ochiqlab o'tamiz. Doğru sen degandek bu hafta Kilecek Partisi'nin bo'lgan milletvekili Selçuk Özdağ'ınki Kilecek Partisi ve Saadet Partisi grupsal vakaleten sungan bir teklif layihasi rad qilindi. Bu teklif layihasi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tekshirishni talab qilgan parlamentdan. Degandek bu albatta yenilik emas. Türkiye parlamentida o'tgan 4-5 yildan buyon davomliq o'qitish partiyalar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid teklif loyihalarini sungan vaqtda Türkiye'deki hozirgi atalmış İslamçılar bilan atalmış milletçilerden terkip topgan AK Partiya ve Milletçi Hareket Partisi ittifakı tarafidan birdek rad qilinib keldi. Bu anda ideologiya jihatdan aytgan vaqtda mayli AK Partiya uchun bo'lsin, mayli Milletçi Hareket Partisi uchun bo'lsin bir numus. Çünkü her iki partiye özünki ideologiyası jihatdan aytganda biri İslamni, yana biri Türkçilikni bazaga saladi. Halbuki bularninki o'tgan 4-5 yildan buyon Uyg'urlarninki uchrayotgan zulmni tekshirishga qarata eng aqalli bo'lgan bir teklif loyihasini rad qilishi yoki buni o'qitish partiya tarafdan keldi deb rad qilgan bo'lsa, o'zlarininki parlamentda ustunlikni egillagan bo'lishi qaramay, shuncha ko'p milletvekillari bo'lishi qaramay, hatto parlamentning kishilik huquq komitetininki boshliqlarimi shulardan tarkib topgan bo'lishi qaramay, buni o'zlarining mumkin tartibga ekanmaganligi bularninki nuqtasini olib aytganda bir nomus qilarlik bir ish endi. Ammo afsuslanarligi Turkiyada bu xil ahvol yüz berib keldi o'tgan bir qancha yildan buyon. Shuning uchun Turkiya hukumati pat-pat ba'zida bayonot e'lon qilib qo'yishdan hisob qilmaganda asosan Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qildi. Bundagi asosli sabab jiq so'zlab ketdik. Shu Xitoydan keladigan iqtisodiy manfaat, undan boshqa Turkiyaning o'zining bexatarlik manfaatlari bor. Masalan, Kürtlar masalasi, Suriya masalalarida Turkiya terrorlikqa qarshi kurash qilyotidi. Bu jihatdan xalqaroda siyosiy jihatdan qo'llashga muhtoj. Shunga mush jihatlardan Xitoyning ochiqini keltirmaslik yoki Xitoyning qo'llashiga erishish ehtiyojini chiqish qilgan. Ama asosli omil yana iqtisodiy omil deb keldik. Shu sabablar tufaylidan bu meseleden Türkiye'deki mayli milletçiler olsun, mayli İslamçılar olsun yüzünü götüremeydiğin bir halette. Yani siyasetçiler yüz yok da ama hakiki milletçiler, hakiki İslamçılar da bunun kartta bir sezgürlük, bir
hicil buluş duygusu mevcut deb o'ylayman. Afsus bu xil holat takrorlanib keldi. Şimdi bu bu endi bu buningdan keyin shundaq qonun loyihalar sunilishi mumkinmi, shundaq rad qilinishi mumkinmi yoki buningda bir o'zgarish ehtimolligi bo'ladimi sizcha? Qandaq ahvolda bizning ilqimizda qonun loyihalarimizni balkim ma'qul deb qilish mumkin do sizcha? Bunun uchun endi bu xil qonun loyihalari, amaliyotda bu qonun loyihasi emas, faqat bir tekshirish ustidagi taklif loyihasi, qaror loyihasi yoki. Bu xil qaror loyihasi Oq partiya tarafidan yoki Millatchi Hareket Partiyasi tarafidan o'tirib qo'yilsa, vaqtda bular qo'llaydi. Ular o'tirib qo'yganda balki o'tish partiyalarni qo'llaydi. Ammo ular o'zi o'tirib qo'ymagan muddatcha o'tish partiyalarningki taklif loyihalarini o'tirib qo'ymaydi. Turkiyaninki siyosiy kulturida yoki siyosiy atmosferasida shundoq bir nachar ahvol mavjud. Ya'ni to'g'ri bo'lgan taqdirdami qarshi partiya o'tirib qo'ysa, uni qabul qilmaydigan holat bor. Amerikaga o'xshash ikki partiya o'zaro ba'zi masalalarda kelishib, birlashib turib bir ish qila oladigan manzara Turkiyada yo'q. Hem bunun üstündeki Türkiye'deki siyasi partiyalarınki özüdümü demokratiya meselesi mevcut. Yani Türkiye özü demokratik devlet, demokratiya cihetten meseleler boğuna okşaş. Türkiye'nin siyasi partiyalarının özüdümü demokratiya meselesi mevcut. Yani partiyanın başlıkları demokratik usulda saylanmaydıgan, bir çıkıvagan kişi 20 yılla partiyanı tutup durduğun partiyanın namzatları, milletvekili namzatları yoki reislik namzatları mı saylam orqali bilet tashlash bilan emas, balki Merkez Boshqarish Komitetininki yoki faqat partiya boshlig'ininki bekitish bilan saylangan bunday ahvol mavjud. Yani bunu deyishimdagi sabab Türkiye parlamentidagi milletvekillari, masalan Oq partiya bilan Millatchi Hareket Partiyasining milletvekillari ko'p sonliqni egallasimi, ammo ularning hech birida o'z oldiga harakat qilish huquqi yo'q-da. Shu partiya siyosatidan yoki hokimiyatdagi ittifaqning siyosatidan chiqib turib, o'zining vijdoni bilan, o'zining hur irodasi bilan ma'lum masalalarni qo'llayolmaydi bular. Undaq bo'lganda partiyasiningki intizom jazosiga uchraydi. Shunga bu xil ahvolda hamda bu ittifaqdagi partiya a'zolari yoki millat vakillaridan o'z oldiga qo'llashni talab qilish Turkiyaninki siyosiy kulturiga, nimasiga uyg'un emas. Bundaq ahvolda partiyaninki o'zining irodasi o'zgarishi kerak. Hükümetninki takımı doğrusu, hükümetninki iradesi özgürlüş gerek. Ama nöbetdeki iqtisadi vaziyetten qaraganda Türkiye'ninki yakın kelgüsüde bundaq bir özgürlüşünü kütüvleşi natayin deb qarayman. Şuna Türkiye bilan bo'lgan Xitoyninki iqtisodiy munosabati bag'ansir kuchaydi. Xitoy Turkiyaga bo'lgan mablag' solishni kuchaytirdi. Turkiya Xitoyga bo'lgan mablag' ihtiyacını kuchaytirdi, ya'ni taxmo Xitoyga beqinadi degan gap. Bu xil ahvolda hamda Turkiyadagi hokimiyat beshdagi partiyalardan bundaq bir o'zgarishni kutish tasdiq qiladi. Hamda o'qituvchi partiyalar hokimiyatga chiqsa bu xil vaziyat o'zgaradi. Natayin chunki hozirgi Selçuk Özdağ'a o'xshash Kelajak partiyasi, Saadet partiyasi yoki bu xil taklif loyihalarini sungan İyi Partiye qatarlıq partiyalar agar hokimiyatga chiqsa, o'chaqliq bularmi bu xil loyihalarni sunishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Yani biz bu xil örnekni Angliyada ko'rdik. O'tgan haftaki programda deganimizdek, Angliyaninki İşçilar Partiyasi, Emgak Partiyasi taxtga chiqishdan burun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilganligini aytgan edi, ammo taxtga chiqqandan keyin, hokimiyatni olgandan keyin buni yenib oldi. Bu xil ahvol Türkiye siyasetida texmo ko'rilishi mumkin, chunki Türkiye'de saylamda berilgan va'dalarning amalga oshish nisbati menimcha Angliyadan tuvan deb o'ylayman, lekin aniq bir kuzatish elib bormadim. Shunga bunday ahvolda o'qitish partiyalarningki agar hokimiyatni olsa, bular bu xil ovozni yana o'lik chiqara olamdi. Bu xil va'dalarda turamdi, buningga bir narsa demakdas. Başqa qo'shib qo'ydiganlaringiz bormi? Yo'q. Undaq bo'lsa, keyingi bir savolimiz o'tib ketsak.
Hem de Uygurlarni hoşallandırdıgan, hoşal kıldıgan bir haber var. Hem de aldan kaptı da Uygur kızı Arfiye Ali'ninki Yaponiya parlament azası yani milletvekili kayıt saylangan boldu. Yani aldan kaptı 27. sayı yaşayan günü. Bu hem de bu Liberal Demokrat Partisi yani Arfiye Ali'ninki vekil bo'lgan partiyasi odatda Xitoyga bo'lgan nimani Hakimiyetteki partiye. qattiq qo'l bo'lishini ta'kidlab kelayotgan bir nima endi masalan Arfiya Alimo bu to'g'riliq loyihalarni sunib kelyotdi. He. Buning hamda bizga yana buningdan boshqa qancha foydasi bo'lishi mumkin yoki Uyg'urlarni Yaponiya qaysi darajada qo'llay olishi mumkin. Mush to'g'riliq bir ko'z qarashingizni o'tirib qo'yib boqamiz. Aldı bilen Arpiye'ninki saylanganlıkını tebrikleyimiz. Bunun üzülam chet eldeki Uygur yaşlarına bulup mu chet elde tugulup ösken işkince olat Uygur ballarına nispeten zor bir ilham. Aldan katım saylangandan keyin bu katım kayıtta yeni bir katım saylanganlığı onunki hizmetine yaxşı işlegenligining bir ifadesi. Bu katım aldı bilen ben kızıkkandım bu saylanma neticesiga. Çünkü bir katım vazife ötep bolgandan keyin kayıt sayılış asan emas. Yaxşı işlegen bolsan, kişilerin kollaşıp erişken bolsan, kayıt sayılışını hem kılmaysa, bolmasa düşüp kılış ihtimallığı var. Bunun üstüge bu katımkı saylamda hakimiyet beşteki partiye hali köp urunni yo'qotdi. Yani mutlak bir üstün galbiyle utanmadı parlament sayılımını. Şuna küzetkiçiler Yaponiyanınki siyasi muqimligidan ensirawatydy. Çünkü Yaponiyada yıllardan buyan bu partiye üstünlükni egilep kelgen. Yaponiya parlament tüzümündeki bir devlet. Şuna parlament hükümetinin muqim buluşı üçün, hakimiyetin güçlük buluşı üçün parlamentde köp sanlıkni egileş intayın muhim. Şuna bu katım parlamentdeki köp sanlık urunni egileyenmegen boğaçka, yani mutlak köp sanlık urunni egileyenmegen boğaçka Yaponiyanın siyasi muqimligi sualga duç kelyapti. Ama şundak bolsunmu Arpiye bu katım kayıt saylandı. Deslep ben bir haber görgendim. Bu haber yalgan haber eken. Arpiye sayılanmadı dedi. Uçağda epslangandım. Ama ertesi resmi başka medyalardan çıkan haberlerde ve özünün sahipelerde saylanganlıkını görüp nayet horsan buldum. Demek hem de bu bir Uygur'a nispeten hoşalınarlık bir haber ve chet eldeki öz devletinde turayotgan devletinde siyasetke kirmekçi bolgan, siyasetke qatnashishni o'ylaydigan, qiziqadigan yoshlarga nisbatan zo'r bir ilhamda. Undan boshqa hamda Arpiye izchil Yaponiya siyosiy sohasida va o'zining parlament a'zolik o'rnidan foydalanib turib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunishtirishni davomlashtirib kelyapti. Hem Yaponiya hukumatini Xitoyga kishilik huquq masalasida qattiq qo'l bo'lishga undab kelyapti. Bunun üzümü biz için zor ehemmiyetga ega muhim bir hizmet. Hem de Yaponiya bilan Xitoyningki shurun düşmanligi hozirgacha tugun yo'q. Tarixda bular bir-biri bilan urushgan, ochiqroq qilib aytsak Yaponiya Xitoyga hujum qilgan, Xitoyningki Yaponiyaga nisbatan qisas tuyg'usi bor. Yaponiya mı Xitoydan ensiraydi, şuna izchil Amerika bilan harbiy ittifoq shakllantirib keldi. Hazır Yaponiya bilen Xitoy denizde toqunuşuyatıdı. Aldın qatımlıq programmalarda biz Xitoyningki taraftarının Yaponiya deniziga soqunup kirganligi haqidagi, Yaponiyaning bunun norozilik bildirganligi haqidagi ishlarni so'zlashgan edik. Demek endi Yaponiya Xitoy munosabati jiddiylashayotgan paytda Yaponiyada bir Uyg'ur qiziningki millat vakilligiga saylanganligi zo'r ahamiyatga ega. Ben Arpiye'ninki bu katımlık saylamda saylangandan keyin onunki Yaponiya siyasi sahasida texmi yuqori pellelerge örleyeleydiganligiga işendim. Eğer Yaponiyadan bu cihetde şarait yer berse minister derecelik urullarga kötürülse, baş minister bolanmagan takdirde mi kabinette urun alalışı mümkün dep qarayım kelgusida. Aninkaydan bu manga kallama bir sual tug'ilib qoldi hozir.
Buni masalan hozirgi saylandiku masalan saylangandan ki bu mesele masalan Yaponiyaningki Xitoyga bo'lgan bir besim shakllantirish uchun saylanildi deb qaramdiq yoki qarashqimi bo'lamdi? Masalan O tarafini ben çık bilmeyme. Çünkü Japonya'da elbette Xitay'a karşı bir karşılış keyfiyatı mevcut. Japonya siyasetçileri Xitay bilan bo'lgan munosabatni yürütüşke tirishib kelaylik. Elbette Xitay shundoq. Chunki ikki taraf qarshilashyotganda siyosatninki muqim yurish kapolatlik qilish intayin tez. Shu har ikki taraf yana bir imkoniyatlik bo'shliq qo'yishga tirishidi. Ama milletvekilleri de Japonya'da xalq saylaydı. Xalqninki tashqi siyosatga qanchalik qiziqishi bu milletlerge qarab o'xshamaydi-chu. Türkiye'de mesela elip esnaf tashqi siyosatga xalq ko'p qiziqidi deymiz, ammo mushu davlatdami yaşanganlarning maishiga qo'shilmagan pul AK Parti'ni yerlik saylamda yıkıttı. Demek Palestin meselesi doğrusunda başka meselelerde yetküçe hükümet halkıya uçur bergen bolsunmu üzününki bu cihetin naiti kızgınlıkını göstergen bolsunmu ama halk yenilam ahırkı hesapta üzününki yançı kuduklu pulga kazındaki aşka karab avaz kullandı. Buna ahırkı hesapta yenilam kişilerin iktisadi durmuşu ailesideki, dostları arasındaki münasebet, yani cemiyetinki halk seviyesi, meselelerin hal kılınışı sayılıkçılarının asası oylaydıgan meselesi. Taşkı siyaset kişilerinki kızıkışı boğan bilen emniyette kolsayla hal kıldıgan sahası emez. Bundak boğan iken Japonya bilen Xitay münasebetininki arfiyenin sayılışıga kaçlık tesir göstergenliki bana inik emez. Ama menimce onu yerlik xalq saylagan ekan, balkim shu yerdagi xalq turmushi va xalqningki ko'ngildagi masalalarni o'tirib qo'yib va uni hal qilib saylovchilarning ko'nglini o'tdi degan gap. Tushunish bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Buningga endi qo'shib qo'ydigan boshqa nima bo'lmasa, keyingisiga o'tib ketaylik. Kesak bo'ldi deyman. Amerika Yeşiller Partisi'ninki nomzodi, ya'ni ismi nima Jil bu Uyg'ur bir programda 25 soatlik bir programda ama bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ishonmayman degan gapni aytdi, ko'p munozara bo'libdi. Bu Amerikadagi Yeşiller Partisi, ya'ni sol partiya, bu Amerikadagi yana qanchalik kuchga ega, buning gapi qanchalik ta'sir ko'rsatadi. Müşün çıkış qilgan asosda bir nima qilamsiz? Yeşiller Partisi'nin Amerika'da çok gücü yok. Amerika'da asaslıkı iki partiye hüküm buran oranda. Cumhuriyetçiler Partisi ile Demokratlar Partisi. Başka partiyeler bazıdan oturup çıkıdı, yıkıldı, yıkıldı. Yani çok bir kölen şekillendirilmeydi. Amerika'nınki siyasi kültürü, siyasi coğrafyası, şundak bir vaziyetini şekillendirgen. Amerika'nın asas kanunu gerçi fakat iki partiye kuruş deydiğim bir çekimim yok. Esansızlıgan partiye kuruş hukuku var bir kişininki ve grupninki. Lakin Amerika'nınki siyasi atmosferası şundak bir iki partiyelik tüzümünü şekillendirgen. Son karmak Amerika o da iki partiyelik siyasi tüzümde körünüdü ve şundak atılgan ahvallan var. Şu an Yeşiller Partisi'nin Amerika'da tesiri yok. Ama bu partiye sol partiye boğaçkan. Sol partiyelerinki komünist partiyege, yani Xitay Komünist Partisi'ne nispeten tutkan pozisyonu umumen bizge aydın. Uygur ırkı kırgınçılık oturup çıkkandan bu yan asasen dünya miqyasındaki sol partiyeler Xitay tarafta durup geldi. Ya ki bu olmasa konumun bir yerlerden ya komünistler bunçilik etkemezdi. Bizim solçu ulanın solçu diyen insanperverlik iletti. Şunu biz bunu garipninki kapitalistlarınki doğrusu oğuçlarınki tokuğan uydurması dep qaraymayız. Dep bunu kubul kılışını halamay geldi.
ideologiya jihatdan Xitoy Kompartiyasi bilan bo'lgan ulardagi yaqinlik Xitoy kommunistlarininki jinoyatini qabul qilmaslikqa buni oqlashga sabab bo'ldi. Bu mayli Turkiyada bo'lsin, Latin Amerikasida bo'lsin, boshqa Yevropada nurg'un davlatlardan bu xil ahvolni ko'rdik. Ya'ni biz hozirgacha jismiga loyiq bir sol partiyaninki yoki kommunist partiyaninki o'ttirg'a chiqib Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilganligini yoki bunga qarta bir so'z qilganligini ko'rmadik. Hechunga men kompyuterim to'qich atmoqdimi? Vaqt yetolay. Çattım da öyle çatmaktım. Şuna hayran kalmadık nesiniz ama bu yerde yeni bir hayran kalmadık. Belki hayran kalmadık yeni bir tefsilat var. O bozumu bu kişi benimki Uygur meselesi hakkında tunuşum yok. Ben düşünmeyeyim. Belki Xitoyda irqiy qirg'inchilik bo'lmasimi inson haqlari daftarchilikka bo'lishi mumkin. Ama irqiy qirg'inchilik bo'lganligiga pek ishongim kelmaydi. Ben bu gaplarni meniki yordamchimdan anladım. Meniki yordamchi nomzodim. Yordamchi nomzodim musulmon. Bu Amerikadagi bir akademisyen. O bana shundoq dedi degan bu ziyoratchi. Bundan yana bir hem hayran qalarlar qabul qilishdas ham ma'lum ma'noda aytgan chog'da mantiqiga uyg'un chunki biz boshda 2014 bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi boshlangandan keyin balkim 2019largacha balkim 2022largacha musulmon davlatlarni biz tarafda turdi tushundi deb o'ylab keldik ammo afsusda uning aksicha musulmon davlatlarniki ziyolilaridan tortib ulamolargacha tam xeli ko'p sonli kishilar hatta mutlaq ko'p sonli kishilar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ishonmaslik yo'lini tanladi. Bularning hammasini Xitoyning kuchi bilan bo'lgan Xitoyga sotilgan deb qarash to'g'ri emas. Ba'zida buni o'ylasam Huntingtonninki madaniyatlar to'qinishida yozgan islom madaniyati bilan Kongo madaniyati birlashib g'arbga qarshi turdi degan qarshi ismga keladi. Yani uzun yıllık İslam dünyası bilan bo'lgan g'arb o'rtasidagi to'qinish, so'kilishlar bu qatim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki İslam dunyosi tarafidan qabul qilinmasligi, rad qilinmasligininki tarixiy sababi bo'lsa kerak. Yani bir tarafdan o'ylasang hayron qolarlik, yana bir tarafdan o'ylasang o kişinin yordamchisi agar musulmon bo'lmay boshqa biri bo'lgan bo'lsa balki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ishongan bo'lishi mumkin-di. Çünkü Müslüman bo'lganlik uchun Xitoyni yaxshi ko'rdi da. Hamda yomon kencho bir xuddilik oxirga kelib nimaga otib qo'ygani ham u yerda uni qiziq qutulibdi bu yerda xuddi o'zining buni o'z inkor qilgan bo'lsam-mu men inkor qilmadim. Mala deb qo'yg'ashga inkor qildim degan shaklda biladi aslida. Belkim o maqsadda dedi yoki balkim meniki yordamchim musulmon agar Rasululloh Xitoy Uyg'ur musulmonlarga shunday bir ishni qilayotgan bo'lsa albatta oldi bilan uni musulmonlar bilgan bo'ladi. Musulmonlar bunga ishongan bo'ladi. Demak mening yordamchim bunga bunday ish yo'q deganga qaraganda yo'q demakchi-da. Bu kishining nuqtasini aytgan chog'da mantiqliq. Ama to'g'ri hamda. Lekin hamda bu islom dünyası hem Arap dünyası asosan Xitoyning abdol undasi ya'ni insonlarning yaxshi deb qarab keldim bunga. Amal yo'q ekan. İslam dünyası deb atash qanchalik to'g'ri umumiy bir savol belgisi hamda chunki
biz tilgaganda bir İslam dünyası var mı yok mu emniyette. Lekin şu musulmonlarni asos qilgan davlat demoqchi bu maqsadimiz haqiqiy hisobda. Hoş. Hoş, hoş, hoş. Doğru. Bunun hem de demişince toxtalaylı alaydım bir nim bombagan diken. Pek erzigidek bir Şu. adam bombagan diken. Hem de Türkiye'nin asaslık meselelerden birisi hem de Kürt meselesi. Yani PKK, PYD degендek. Aldan kaptım ama şirkette havalı deymen. Etavur o CHP yani Cumhuriyet Halk Partiyasininki qaysi bir nemisi kep biz nemege mustaqilligini tonuymiz degендek şekilde bayanat e'lon qildim ki shu taraf bir gap bo'ldi o deyman. Yok yok. Bir munch Undak gap anlamadım. Undak gap hech kim diyemeydi Türkiye'de. yo'q lekin ben ko'rganda qildim ya xato ko'rib qoldimmi? Milliyetçi Hareket Partisi'ninki başlığı Devlet Bahçeli, PKK'nınki başlığı Türkiye'ninki nimede Marmara'da öy türmüsü de tutuluvatkan Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye çağırdı. Türkiye Millet Meclisi'ne çağırdı. Kilip bu yada PKK'larla kural taşlaşkı çağırıp kılsın deb. Şunu bilen bu mesele Türkiye'de kayıtıdan gün tertipki geldi. Sinodinin muşuma emas mı? Yo'q, yo'q. O meselen bor. Hani keyin bu nimeniki Türkiye'nin Kürt meselesini hal qilish jarayoni deb. Bu necha vaqtdan yoqqa davomlashib kelayotgan mesele bo'lyotidi masalan. Yani Türkiye'nin eng beshini og'ritadigan, yani eng qiynaladigan bir meselelerden birisi. Yani keyin nimalarniki PKK, PYD mushularni terror gruplar yani elninki Türkiye'nin aldın kaptığı deymi. Nim bolduğu deymi. Ankara'da bir partlayış vakası yüz berdi. Şuna okşayan partlayış vakaları yüz berip kivatıdı. Bularmı özününki mesela bunu ilk mesaj veriş deyimiz bu deymi. Uçur veriş degendek bir şekilde nim kıldıken bunu. Şunu davamlaştırıp kivatıdı. Terörlük vakaları degendek. Bunu hem de şu Türkiye'nin el qilib qaysi şekilde keldi? Qandaroq jarayon bo'lyapti? Masalan, bu nimadan keyin Anqaradagi vaqa terror vaqasidan keyin nima Turkiya Suriyadagi bir necha yerni bombardimon qilgan bo'pti. Buning qarta nurg'un hamda Turkiyani ayblaganlar bo'ldi. Masalan, nimalarni masalan sivillarni normallarga fuqarolarni o'ldirdi degan shaklda. Hozir qaysi shaklda ketib bordi? Bularningki masalan tarixiy jarayonni biroz nim qilg'ach tushuntirib beramiz. Türkiye'ninki Kürt meselesi. Zaten bunu Türkiye siyasetçileri bazı da itiraf kıldı Kürt meselesi de. Bazı da Kürt meselesi yok deydi. Yani siyasi cihetten her xil talaş tartışlıq bir tema. Lekin ne bilan bo'lmasin Türkiye'de bir Kürt meselesi var mı? Meyli Kürtlerin siyasi talebi olsun ya ki Kürtlerinki terörlük hareketleri olsun. Yani bu asaslıkı şu 1970'lerden keyin ortaya çıkan mesele. Elbette Cumhuriyet'inki kuruluş yapısıdır mı bazı Kürtlerini merkez kılgan bazı isyanlar bo'lgan tarixte. Şeyh Said isyanı o bu degendek. Bularning bazı bastırılgan. Ama Cumhuriyet kurulgandan keyin Türkiye'de asaslıkı şu 70'lerden keyin Kürdistan İşçiler Partisi PKK deydigan bugünkü terörçü teşkilat o'ttirg'i chiqib Türkiye hükümeti bilen Türkiye hükümeti armiyasi askerleri bilen bo'lgan to'qinishni boshlagan, hujum qilishni boshlagan. Bunun hozirgacha 20 necha ming 30 ming o'xshamagan sonlarda kishilarning o'lganligi qayd qilinyapti hozirgacha. Şu to'qinishdan ikki tarafdan. Bu partiye Türkiye tarafından ve Avrupa, Amerika, nurg'un davlatlar tarafından terörlük tizimiga kirgizilgan bir partiye. Bular Sovetninki hatta ma'lum masal Xitoyninki qo'llashiga erishgan deb qaraladi.
Bu partiye hazırgıça hem de Türkiye'deki asaslık baş ağırlığı. Bulan hazır mı şu PKK namıdan şu Kandil deydiğin Irak bilen İran Türkiye'nin çekirdeki tağlık rayonunda özünki malum sandı mevcutluğunu saklap gelgen. Taklap kilovatıdı. Bu partiyeninki katılışı Abdullah Öcalan 99'luğu deyme Suriye panalık bəməy Suriye'de turup komandalık kılattı teşkilatka. Bu yerden kaçıp Gresiya'ya görüp Gresiya'dan bağlıya tapanmay şu İtalya'ya görüp İtalya'dan yeni Gresiya'ya kayıtıp ahırda Marrakeş kodayma. Şu devletin Gollanda'ya gitişeceği yanında Türkiye istihbarat tarafından tutup Türkiye'ye keltirilgen Amerika bunun yardımlaşken de değildi. Ve Türkiye'de ölüm cezası bulmaganlık için bunu hazırgıçı Türkiye müddetsiz qamak cezası bilen tutup geleglik. Ama bu Türkiye'den de siyasi partiyalarınki bir saylamda paydalanadigan yoki bo'lmasa siyasi savdo qiladigan siyasi hile o'ynaydigan bir vositaga aylanib qolgan. Şuna biz Türkiye'ye kelgandan buyon Türkiye'den hükümet beşteki partiyalarınki bir taraftan öktüş partiyalarını terörlükle çetip eyipligini görsek yine bir taraftan Abdullah Öcalan'ınki hukularını TRT'ye çıkarıp sözletkenlerini yani Kürt halkına AK Parti'ye avaz bırınladı teşvik kılganlıkını kördük. Yani Türkiye'deki Kürtlerinki içinde meyli Türkiye hükümeti ve nurgun devlet bulan terör teşkilatı gen bolsunmu bu kişilerdeki belgelik tesiri var. Şuna bulanınki tesirden faydalanıp durup siyasi cihetten utuş yine bu kişilerin nokul terörçü, cinayetçi buluştan çıkarıp yine malum derecede siyasi şahsıga aylandırıp koyganda. Hem de bu Kürt meselesini hal kılış için yani PKK terörlük meselesini hal kılış için Türkiye 2007'lerden keyin bir hal kılış jarayonida da bir jarayonni başlagan. Bunu Türkiye'de çözüm süreci deymiz. Bunu başlagan bu vakitte hazırki Türkiye'deki Kürt partiye olan HDP yoki DEM özgergendan keyin DEM parti qatorliqlarning vekilleri AK Parti'ninki vekilleri qatorliq nomzodlar berip şu Abdullah Öcalan bilen görüşüş orqali ve PKK'nın rehberleri bilen görüşüş orqali başlıklar bilen bu meseleni hal qilishga tutuş qilgan. Ama 2013'lar kelgan vaqtda her ikki taraf bir-birini ayıplash bilan samimiy bo'lmadi, sodiq bo'lmadi da bu hal qilish jarayoni yo'qqa chiqdi. Yo'qqa chiqqandan keyin hukumat bu gunohni HDP'ga bunga atib, CHP'ga atib qutulmoqchi bo'ldi. Bular hukumatga artdi. Shunday qilib bu ahvol davomlashib keldi. Hatto shu vaqtda kurashga borgan ba'zi kishilar qo'lga olindi. Ba'zi kishilar vazifasini olib tashlandi. Ya'ni aynı vaqtdagi suhbat yoki yarashish jarayoni mag'lub bo'ldi. Bu birinchi qatim mag'lub bo'lishi Turkiyaning rasmiy davlat sifatida bu masalani qo'lga olgandan keyin. Endi bu qatimga kelsak, bu qatim bir qancha hafta burun, balki bir hafta burungi deyman. Türkiye'deki Millet Hareket Partisi'ninki başlığı Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ı meclisga chaqirdi. Yani kelsin kelib agar rost bo'la olsa davlatga xizmat qilaman degan gapi o'zining odamlarini qurol tashlashga chaqirsin dedi. Bunun bilan Türkiye'den medyalarda yana qaytadan bu mesele kun tartibga keldimi? Yeni bir hal qilish jarayoni çözüm süreci başlandı degan savol o'tirib chiqdi. Ve bu chaqiriq o'tirib chiqib bir necha kundan keyin Türkiye'ninki mudofaa sanoat zavodi hisoblanadigan TUSAŞ hujumga uchirdi. Bu yerda ichki terrorchi hujum qilib bir qancha kishini o'ldirdi. Buni hamda PKK'ninki biz qurol tashlamaymiz degan uchur edi. Sharhlidi nurg'un analizchilar çok. Hoş. Yani
bunu siyasi cihetten başka suikast deganlarmi bor, ya'ni bu xil vaziyatni yaratish uchun qilingan harakat deganlarmi. Bunun konkret ko'rinishini bilmayman, ama bundan keyin shunday bir ahvol yuz berdi. Andan keyin sen degandek Turkiyaningki qurolli kuchlari Rojavadagi bir qism bazı nishonlarni bombardimon qildi. Bunga javoban. Ama u yerda fuqarolarniki yoki boshqa kishilarniki o'ldirilganligi haqidagi Twitter'dan ba'zi bir iddialarni ko'rdim, ama kuchli bir paket ko'rmadim hozirgacha. Shunga masalanki o qismi qarta fikr bayon qilolmayman. Endi Turkiya bilan bu Kürtlar o'rtasidagi yoki taxmin to'g'risi PKK o'rtasidagi bu xil masala uzoq tarixdagi bir masala bo'lgan ekan, bu mundaqla hal qilinishi notayin, chunki hozir Turkiya Suriyada bekor askar turg'izmaydi. Suriyaningki 3dan biri hozir Turkiyaning nazarida shu PKK'ningki uzdurgan quli, ama ularning o'zining nazarida PKK'dan mustaqil Kürt qurolli kuchlari ish qilib, nima desak deylik, Amerikadanki Rossiyaning e'tirof qilishiga erishgan Kürt demokratik kuchlari deb atiladigan soni 70 mingga yaqin, 60 mingga yaqin askarga ega bir rayon bularning kontrolligida. Ya'ni Suriyaningki gapni murakkablashtiryaptim. Suriyaning 3dan biri hozir shu yerdagi Kürt qurolliklarining qo'lida. Bu Kürt qurolliklari Turkiyaga nisbatan terrorchi tashkilot hisoblanadi va PKK'ning davomi hisoblanadi. Ama Amerika Rossiyaga nisbatan bular PKK'ningki davomi hisoblanmaydi. Mustaqil bir Kürt qurolli kuchlar hisoblanadi. Bundaq ahvolda Turkiya nuqul bu tog'dagi total terrorchini yoki o'zininki turmisidagi terrorchininki kattibishini o'ziga suhbat obyekti qilib tanlab, buning bilan suhbatlashish orqali bu masalani hal qila olamdi. Bu cho'ng bir savolga duch keladigan masala. Ya'ni qilalaydi, qilolmaydi deydigan bir masala emas. Ama nima bilan bo'lmasin, davlat boshchiligininki nimasidan keyin, chaqiriqidan keyin mayli Suriyadagi Kürtlarninki boshliqlaridan bo'lsin, mayli boshqa Turkiyadagi shu Kürtlarninki vakillik partiyasi bo'lgan Dem partiya, burunqi HDP'ninki boshliqlaridan bo'lsin, biz Abdullah Öcalan'ninki gapini anglaymiz. Agar Turkiya davlati bunun bilan suhbatga kelsa, bir qarorga chiqarsa, o vaqtda biz qo'shilamiz degan javobni berdi. Albatta bu Abdullah Öcalan'ninki nüfuzunu siyasi kuchini taxmin oshirdi degan gap. Ama Türkiye resmi onu suhbat obyekti qilib tanlagan vaqtda, siyosiy bir jarayon boshlangan vaqtda qandaq rol o'ynaydi bu shaxs, uni hozircha bilmaymiz, bir narsa deyolmaymiz. Chunki tog'dagi necha 10 yoki necha 100 terrorchini qurol tashlatqizish cho'ng gap emas. Demisimi ular Turkiya bilan 30 yil, 40 yil urushib hech nimaga erisholmadi. Turkiya bu masalani hal qilishga muhtoj, chunki terrorlik bir davlatninki aciz, yumshoq tarafi hisoblanadi. Buni hal qilmoqchi, ichidan xotirjam bo'lmoqchi davlat tashqi jihatdan kuchli bo'lolmaydi. Ammo buni hal qilish oson, ya'ni ama Suriye'deki 70 bin kişilik, 60 bin kişilik harbisi var, askeri var, YPG, PYD'ni bu şekilde qurol tashlatqizish mumkin emas. Bu xuddi nimaga o'xshaydi-da, bu haliqi ayni vaqtda masalan Xitoyda Manjuriyada bir davlat qurilib necha yil hukm surgan masalan. Undan boshqa
Dünyanın nurgun joylarida shundoq hakimiyetler, mezgillik hakimiyetler sürgen mezgiller var. Bunun kartta hem de Türkiye'ninki Suriye'deki Kürt kurallıklarını kabul kılıp siyasi güç süpütüde Türkiye'dekisini hal kılışını tallışı belki bir mantıklı çıkış yolu buluşu mümkün ama hemmisini bırakılan yoktu meyle harbi cihetten olsun, meyle siyasi cihetten olsun imkaniyet dairesindeki iş emez. Yani gelip aldın katımlık hal kılış cereyanımı Türkiye'de halkınki karşılığa uçurganlıktan to'xtab qoldi ma'lum ma'noni aytganda. Çünkü halk başta bunu qo'llagan bo'lsa ama keyin bara terrorchilar bilan ittifoq tuzda hamkorlashdi degan ayblashga uchirgandan keyin AK Partiya va uning qo'llovchilari shuning bilan xalqning ra'yidan ayrilib qolmaslik uchun darhol buni to'xtatib qo'ydi. Çekinip çıktı ve bütün günahını bu jarayonni yürütken nimaga başka ökçü partiyalarga artıp koydu. Şuna yana bunu qaytib başlasa yana shunday aqibet kelib chiqmaydi deyishga hech kim kapolatlik qilolmaydi. Shuna Türkiye'de bu mesele bundan keyin yana asosli başarılı bo'lib davom qilishi mumkin deb o'ylayman. Yo'qolib ketdingmi? Undaq bo'lsa biz o'zimiz bilan o'zimiz parangliq qilaveraylik. Bu haftadagi yana bir xalqarodagi yana bir ilgirlash Xitoyninki Pokistonni ogohlantirganligi bo'ldi. Pokiston Xitoy ishchilarininki, Xitoy xizmatchilarininki bexatarligini saqlayolmay keldi. Bu Xitoyni tunji qatam g'azablantirdi. Gerçi Xitoy taraf hozirgacha buni to'g'ri tushunib kelgan bo'lsa-mu, ammo bu qatam qabul qilinmadi. Şuna Xitoyning Pokistondagi bosh elchisi Chiang Zaydong mushabda Pokistonda ochilgan bir muhokama yig'inida agar Pokiston taraf Xitoy fuqarolariniki, Xitoy ishchilarininki bexatarligini saqlay olmasa, undaqda Pokistonga bir belvaq bir yo'l ramkasi ichida saldigan mablag'imiz ta'sirga uchraydi dedi. Bu Pokistonga silingan bir tahdid hem ogohlantirish bo'ldi. Pokiston tarafi buningdan rahatsız bo'lganligini his qildi. Hamda biz oldin qatimliq programmalarda deb o'tgandek Pokistonda Xitoy ishchilarininki, Xitoy texniklariniki, hatto Xitoyninki alayda avatgan kishilarninki, injenerlarninki hujumga uchrash voqeasi bu yil eng ko'p bo'ldi. Bu yil 3-oyda bir qatim 10-oyda bir qatim hujum qilish voqeasi yuz berib Pokistonda. Bu voqealarni asosligi Balochiston ozodlik armiyasi ustiga oldi. 7 Xitoy ishchisi, ya'ni Xitoy fuqarosi o'ldirildi. Hamda o'tgan 10 yil mobaynida, ya'ni Pokiston bilan Xitoy o'rtasidagi Pokiston-Xitoy iqtisodiy koridori. Bu Xitoyninki bir belvaq bir yo'l planininki bir parchasi. Mushu plan yo'li qo'yilgandan buyon
Pakistan'da öldürülgen Xitay fuqarasının sani 21. 21 Xitay fuqarası Pakistan'da öldürülgen. Şimdi Pakistan taraf bu meseleni hal kılamadı. Xitay fuqaralarının bexatarligini saqlayamadı. Şuna Xitay elçisininki sözüdümü Pakistan'daki bexatarlik cihetki bexutluğu yoki sal qarşı Pakistan'da Xitay fuqaralarınınki davamlıq ölüşünü keltirip çıkarsa bu Pakistan'daki bir bellaq bir yol stratejisi ramkisi içinde Pakistan'a sağan məbləğinki toxtaydıqanlığını göstərdi deb Pakistan'ı agahlandırgan. Pakistan'daki asaslıq bexatarlik təhdidi Pakistan'daki Baluchlardan kilovatıdı yakınki yıllarda. Bulupmu Xitay bilen Pakistan o'rtasidagi hamkorlikqa qartilgan tahdid Baluchiston azadlık armiyasi tarafidan kelyapti. Bular Baluchistonni mustaqil o'z-o'ziga xo'jalikda bir davlat qilib qurib chiqamiz deydigan qarashga ega. Shunga Xitoy Pokiston bilan birlashib bu o'lkaga bu rayonga mablag' solgandan keyin, qarni ochgandan keyin bularmi tajovuzchilarning bir qismi deb qarab Xitoy ishchilariga, Xitoyninki texniklarga hujum qilib kelyapti. Albatta bu nuqul Xitoyga qartilgan bir hujum emas, oldin qatim degan bularninki mantiqasi bo'yicha bo'lganda bu o'lkaga, ya'ni Baluchiston o'lkasiga mablag' solgan har qanday chet el kuchlari ularning hujum nishoni. Shunga bu tashkilotni Amerika, Yevropadagi ba'zi davlatlarni terrorlik tizimiga kirgizgan. Bu Xitoyniki Pokistonni tunji qatim bu masala tufaylidan yana fuqarolarimning bexatarligini saqlayolmagan deb ayblashi. Yana bir masala Tayvan meselesi. Xitoy Kompartiyasininki ideologiya peshvosi deb qaraladigan bir kishi bor. Wang Huning. Buni balkim sizlar anglagan bo'lishinglar kerak. Wang Huning Xitoydagi shu yaqinqi 3 avlod rahbarlarining hammasiga ideologiya jihatdan, ideya jihatdan fikr ishlab chiqarib bergan va uni orqa safda turib qo'llab kelgan bir shaxs. Wang Huning navbatda siyosiy byuroda ijara iliqliq. Wang Huning Jiang Zeminga 3 vakillik qilish iddiasini ijod qilib bergan, keyin Xojintauga 8 sharaf, 8 nomus qarashini ijod qilib berdi. Oxirida Xi Jinpingga shu Jungo arzusi yoki yangi davr Jungo sotsializm tushi degandek shu Xi Jinping 2013 taxtga chiqqandan buyon hozirgacha to'xtamay so'zlab kelayotgan yoki jar salib qilayotgan shu nazariyalarni, fikrlarni Wang Huning ijod qilgan. Endi yaqinda chiqqan xabarlarda Wang Huningga hozir Xi Jinping yangi bir vazifa topshirgan. Bu vazifa bo'lsa Tayvanni elish. Tayvanni qo'lga keltirish uchun, Tayvanni elish uchun bundan keyin sen bütün diqqatingni yig'ib, boshqa ishlarni tashlab, mushu masalaga markazlash debdi. Va mushu maqsadga yetish uchun hozir Tayvanda medialarni setib olish, jamoat fikri yaratish degandek orqa saf xizmatlarini ishlab o'tibdi. Bu Wang Huningning yangi vazifasi ekan. Tayvan masalasini cho'rdigan Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi yoki G'arb o'rtasidagi jiddiylashishlar, to'qinishlar bag'on sir kuchayotdi. Mushabda Amerikanınki Guam arlığını kelgusida bo'lg'usi bir Xitoy bilan bo'lgan urushda harbiy istehkom qilib ishlatadiganlik o'rtaga chiqdi.
Hem de Guam arlı Guam arlı Amerika'ya teve ama Amerika'ya qaraganda Filipin, Indoneziya, Yaponiyaga yakın bir aral. Tinch okeandagi bir aral. Bu rayon 2. Dünya urushi mezgilida Yaponiya tarafidan besib olingan, Yaponiya ishg'ol qilgan. Keyin Amerika Yaponiyani mag'lub qilganda bu yana qaytarib olgan. Yana 2. Dünya urushida intayin muhim rol oynagan bir oral. Bu oralni Xitoyga qarshi urushda Amerika hozir hamda oldingi sap mudofaa istehkomi qilib qo'llanmoqchi ekan. Xuddi hozirgi Isroilga Irondan kelgan bombalarni to'sash uchun havo mudofaa sistemalarini ishlatgandek, mayli Paris qo'ltig'idagi yoki bo'lmasa o'ziniki atrofidagi davlatlardagi Amerika'nın Guam aralığını kelgüsüde Xitoydan Amerika'ya etildiğin bombalarını to'sadigan bir bazı qilib qo'llanmoqchi ekan. Demek hem de Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi munosabat bag'an siri jiriklashib urush qarab ketyapti. Her ikki taraf o'zininki kelgusida urushib qilish ehtimolligini ko'zda tutgan holda tayyorlikni kuchaytiryapti. Yeni bir Tayvan bo'g'izig'i munosabatlik yana bir ilgirlash yoki yana bir taraqqiyot. Bu hafta Fransiyaningki harbiy paraxotlari Tayvan bo'g'uzidan kesib o'tdi. Balkim diqqat qilgan bo'lsanglar kerak, shu yaqinlarda mayli Amerikaning bo'lsin yoki Angliyaninki, Gollandiya, Fransiya, Germaniya bu davlatlarninki harbiy paraxotlarınınki Tayvan bo'g'uzidan o'tishi ko'plab qoldi, jeqlab qoldi. Bundaki asosliq sabab hamda Tayvan bo'g'uzininki xalqaroliq dengiz yo'li ekanligini davomli Xitoyning ko'ziga so'qib turib ko'rsatish. Chunki Xitoy izchil Tayvan bo'g'uzini Tayvan bilan qo'shib manga tava deydi. Tayvan bilan qo'shib bu yana manga tava deb o'ylaydi. Şuna Amerika ve Garip devletleri Tayvan bo'g'uzidan pat-pat kiyimlerini ötküzüş arkalı Xitoyninki bu xil iddialarını çürütmekçi ve Tayvan'ın ayrım bir devlet ekenligini yoki ayrım bir devlet rayon ekenligini ko'rsatmoqchi, isbotlamoqchi. Şuna Xitoyninki bu yerga qaratgan iddialarınınki yoki talablarininki tamamen kuchli bo'lib qolmaslik uchun bu xil harakatlarni elib beryapti. Xitoy Tayvan bo'g'uzining atrofidagi manevrlarini kuchaytiryapti. Davomli manevr elib bordi. O'tgan hafta manevr elib bordi. 4-oyda bir qator manevr elib borgan Birleşmiş Hemşire Adep. O'tgan hafta yana buniki B qismini elib bordi. Yine Xitoyninki bu rayondaki manevrleri kuchaytiryapti Tayvanga tahdid solish uchun va bu rayon meningki kam manglar deyish uchun. Ama Amerika, Avrupa devletleri bu rayonninki xalqaro dengiz ekanligini, ochiq dengiz ekanligini, agar tava bo'lsa Tayvanga tava ekanligini, Xitoyga tava emasligini ko'rsatish uchun davomli bu yerdan o'tish orqali Xitoyga nisbatan o'zining maydonini ko'rsatib keldi. Shunga bu hafta Fransiya paraxotininki bu yerdan o'tishimi shu xil hareketlarninki davom etishga bo'ldi. Yana bu yerda alayda bir cho'ng harbiy harakat bir narsa maqsad emas. Amerika odatda Amerikaning harbiy paraxotlari oyda bir qatim o'tib turadi bu bo'g'ozdan. Ama başka devletler şununla ergişip 3-4 ayda bir qatim bo'lsa o'tib qo'ydi. Bu qatimki Fransiyaningki harbiy paraxoti Fransiya tarafından deyişi aslida Filipinga bormoqchi ekan. Shunga
demek uçuq dengizden mundaq aylanıp ötküçe boğazdan aylanıp öteyle depti. Yani Xitay'nınki tişiği tegip koydu degan gap. Mundaqça aytqanda. Bu hafta xalqarada o'tirg'i chiqqan yana bir cho'ng o'zgarish Gruziya parlament saylimi. Gruziya balkim ko'pinchalar ancha muncha anglagan yoki anglamagan bo'lsanglar kerak. Gruziya Kavkasya'daki Kafkaz'daki küçük bir devlet. Kafkaz'da asaslıklı 3 devlet var. Biri Azerbaycan, yani biri Ermeniye, yani biri Gruziya. Bu Gruziyada bu hafta parlament sayılımı oldu. Parlament sayılımı da asaslıklı hakimiyet beşideki Gruziya Arzusu degan partiye g'alaba qildi. Bu partiye köp sonliqni egalladi. Ama bu partiyaninki saylamdaki neticesi öktüçü partiyalarninki itiraf qilishga erishilmadi. Hatta Gruziyaninki prezidentining itiraf qilishga erishilmadi. Shu tufaylidan Gruziyada keng ko'lamli namoyish, qalaymiqanchilik davom qilyapti hozir. Endi Gruziyadagi asosli mesele nima deganda, Gruziyadagi asosli mesele biz 2000-yillardan tortib anglab kelgan mesele Gruziya Rossiya tarafda turamdi yoki Yevropa tarafda turamdi degan qiyin bir tanlash. Demokratiyalashimdi yoki mustabidlashimdi degan bir ochiq yo'l. Gruziyada Rosperes partiyalar, Rosperes siyosiy guruhlar bilan g'arbparast Yevropa tarafdori partiyalar va siyosiy guruhlar izchil tirkishib kelaylik, qarshilashib kelaylik. Endi bu qatim hokimiyatni tutgan yoki bo'shaqish hokimiyatda turib kelgan Gruziyadagi Gruziya Arzusi yoki Gruziya tushi degan partiyaniki siyosiy nishon mavqesi bo'lsa, Rossiyaning ochiqini keltirmaslik, Rossiyani g'azablantirmaslik, Rossiya bilan yaqin o'tgan asosda, yaxshi o'tgan asosda Yevropa bilan munosabatni kuchaytirish. Ya'ni bularmi Yevropa ittifoqiga kirishga qarshi partiya emas. Ammo Rossiya bilan yaxshi o'tayli, bo'lmasa Ukrainaga o'xshash tayoq yeb ketmayli deydigan partiya. Oldingi qatim bu partiyaninki bir baş ministermi yoki millat vakilimi ismini qolmabdim. Agar biz yaxshi siyosat yurgizib, Rossiya bilan inoq o'tmasak, Ukrainaga o'xshash tayoq yeymaymiz degan gapni qilgan vaqtda Ukrainadan bunga qarta norozilik keldi. Acaba biz xato qildimizmi? Biz xato qilib tayoq yedikmi? Rossiya bizga hujum qildimi? Bu gap qamlashmadi deb Isroilga e'tiroz bildirdi. Demak, endi bu partiyaninki siyosiy mavqesi shu. Biz Yevropa ittifoqiga kirayli, kirsakmi kirayli, ammo Rossiya bilan munosabatni buzib olmayli. Agar Rossiya bilan munosabatni buzib qo'ysak, u chaqda ishimiz chatoq deydiganlar. Endi o'qituvchi partiya bo'lsin yoki Gruziyaninki prezidenti bo'lsin, bular Yevropaga kirishga jon atadigan, butun kuch bilan yuguradiganlar. Çünkü bular endi hozirgi hukumatni tamamen Rosperes bular hokimiyatni elish orqali yoki hokimiyatni davomlashtirish orqali Gruziyaning istiqbolini nobud qildi. Gruziya bundan keyin Rossiyaning qo'liga tushib ketdi deb shikoyat qilyapti. Bularning nazarida bu partiya Rosperes partiya bu Rossiyaninki Yevropa ittifoqiga kirishiga, Gruziyaning Yevropa ittifoqiga kirishiga daxl qiladi va Gruziyaning istiqbolini nobud qiladi. Mana mushu ikki kuch o'rtasida Gruziya jon talashyapti. Gruziyaninki iqtisodiy unchoq kuchli emas, ham Gruziya harbiy jihatdan ojiz bir davlat. Rossiya Janubiy Ostiya, Abxaziya degan rayonlarga askar chiqarib 2004 deyman. Bu davlatlarni ma'lumotdan qilgan, bugun Ukrainani qalaymiqan qilganga o'xshash. Demak, endi
bu davlatdagi siyosiy soha mana shu ikki lager o'rtasida talash tortish ichida. Shunga bu qatimki programmada bu masalani tilga olishni muvaffaq ko'rdim, chunki Gruziya haqida uzundan buyon so'zlab bakmagan, Gruziyaninki vaziyatiga uncha qiziqmagan. Endi hozirgi en qiziq tema hamda keldik. Qiziq tema Ukraina. Bugungi dunyoninki en qiziq temalardan biri Ukraina. Yaqinqi mezgillarda Falastin qizib ketib, Livan taqimi qizib, bu ya biraz tushib qolgan. Ammo hozir endi Ukraina qaytadan yana dunyoninki kun tartibida oldin qatorga chiqdi, birinchi o'ringa chiqdi. Qanday chiqdi desanglar, Ukraina hozir bir qarasang 3-chi dunyo urushininki boshlanish nuqtasiga o'xshab qoldi Ukraina urushi. Yana bir qarasang ikki qutbning Amerika, Rossiya, Xitoy o'rtasidagi cho'ng ikki qutbning tirkishadigan belgi maydoniga o'xshab qoldi. Bu urushningki jarayonida qiziqarli bir yeni taraqqiyot borliq keldi. O'tgan hafta biz Shimoliy Koreyaninki, ya'ni Chavshanninki Rossiyaga askar avatganligi haqida so'zlagan edik. Bir yaqinqi 2-3 hafta mobaynida Shimoliy Koreya Rossiyaga askar avatmadi deb Rossiya buni inkor qilib, shundoq Ukraina prezidenti buni o'ttirg'a qo'yib, bu masala kun tartibini mashg'ul qilib kelgan. Ammo o'tgan hafta rasmiy holatda mayli NATO'ninki istihborot tarmoqlari bo'lsin, Amerika, Janubiy Koreya hammasi birdek Shimoliy Koreya askarlarininki allaqachon Ukrainaga Rossiyaga yetib berib bo'lganligini jazmlashtirdi. Demek hem de Ukrayna urushiga Shimoliy Koreya rasmiy qatnashgan bo'ldi. Evet, gene askerlerinki soni haqida gaplar ko'p. En az 3 mingdan başlasak 17 ming, 18 minggacha chiqyapti. Ama bu birden bir evetken asker deyilgan gap yo'q. Yana davomi kelishi mumkin. Texmi ko'p asker evetishi mumkin. Çünkü Shimoliy Koreyaninki tashqi ishlar ministri bir ayolti ismli qanday ismi. O'tgan hafta Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov bilan ko'rishgan vaqtda biz toki Rossiya Ukrainada g'alaba qiluvchi Rossiyaning keyinda turmaymiz dedi. Yani bu deganning ma'nosi Shimoliy Koreya rasmiy Ukraina tarafini tutib, Rossiya tarafini tutib Ukraina urushi qatnashdi degan gap. Yana askarninki sonining ko'p bo'lishi, az bo'lishi bu masala emas. Yana bir xabardan bu avatilgan askarlarninki 3000'i Rossiyaninki Kursk rayoniga joylashtirildi deyildi. Biz bir qancha hafta burungi programmada Ukrainaninki Rossiyaninki Kurskga besib kirganligini muzokara qilgan, mulohaza qilgan. Yani bu Ukraina urushininki bir burilish nuqtasiga kirganligini, ya'ni davomli mudofaadan hujumga o'tganligini ko'rsatgan edi. Ammo Rossiya o'ylagandan aksicha hozirgacha Kurskga askar chiqarib, bu rayonni Ukrainadan tortib olishning o'rniga davomli Ukrainaning shimolidan ya'ni davomli Ukrainaning ichki qismiga ilgirlashni davomlashtirib keldi. U tarafdagi askarlarini bu Kursk tarafga yo'tkimidi. Buni ba'zilar Rossiya Ukrainaninki qiltig'iga tushmadi deb ta'riflasa, yana ba'zilar bu Rossiyaninki harbiy kuchining tayinliq ekanligi, askar yetishtirib bo'lmaganligining alomati deb sharhlagan edi. Qaraganda ikkinchi xil qarash to'g'ridaq qiladi. Yani Rossiya bir tarafdan u tarafdagi askarni yo'tkashni muvaffaq ko'rmagan, ammo Kurskga
Yenidən əskər əkiliş üçün əskeri gücü yetişməyən. Şuna bu qatim Şimali Koreyadan kelgan askerlarninki 3000'ini bu rayonga joylashtirganligi haqida xabarlar keldi. Bu xabarlar rost bo'lsa, Şimali Koreyaning askerleri nayt yaqin kelgusida balkim bugun hatta Ukrayna askerleri bilan bevosita jangga kirdi degan gap. Albatta hozirgacha ba'zi Pachpurat Şimali Koreya askerlerinin Ukraynada o'lganlikka yoki qo'lga chiqqanligi haqida xabarlar chiqqan. Ammo uni rasmiy bir davlat avatgan askar degili bo'lmaydi. Chunki shaxslar fidoyi shaklda ma'lum shaklda davlatning irodasiz boshqa davlatga janglarga ketishi mumkin. Uni hamda u davlat cho'qim avat deyishga baldurlik qiladi. Ammo bu qatim hamda rasmiy Shimoliy Koreyaninki Ukraynaga urush uchun Rossiyaga yordam berish uchun askar avatganligi dalillandi va isbotlandi. Endi keldik ishning qiziqiga. Janubiy Koreya bunun qarab turamdi? Albatta qarab turmaydi. Janubiy Koreya o'tgan hafta Shimoliy Koreyaninki Rossiyaga askar avatganligini dalillagandan keyin o'zining Ukraynaga oldi bilan kuzatuvchi qism avatadiganligini, bu orqali Shimoliy Koreya askarlarininki jangovarligi va ular ishlatadigan qurollarninki sifatini baholaydiganligini, yana birga Ukraynaga qurol yarog ta'minlaydiganligini jakaladi. Buni o'ylashayotganligini o'ttirib qo'ydi. Endi Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya Koreya yarim orolida o'zaro urush kelayotgan, faqat amaliyotda urush to'xtatgan, ammo nazariya jihatdan rasmiy bir tinchlik kelishimi tuzmagan, hozirgacha bir-biriga qurol tanlab chegarada popoza qilib kelayotgan bir davlat. Bir-biri bilan raqib emas, dushman davlatlar. Endi bu davlatlardan biri bo'lgan Shimoliy Koreya Rossiyaga askar chiqargan ahvolda Janubiy Koreyaning buningdan andish qilishi tamamen mantiqli. Chunki bugun Shimoliy Koreya askarlari Rossiyaga borgan bo'lsa, Ukrayna urushda yordam berish uchun, erta o'gin Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya urushib qolganda Rossiya askarlari Pyongyangga berishi mumkin. Ayni vaqtda Xitoy askarlari Shimoliy Koreyaga kirib BDT qismlari, aynı davrdagi BDT qismlari, ya'ni Amerika, hatta bugungi Turkiyaning askarlari bo'lgan Janubiy Koreya qismlari bilan urushgan 51-yili. Mana shunday senariya yoki tarix qayta yuz berishi mumkin, tamamen mumkin. Shuning uchun Janubiy Koreya buningdan andish qilib Shimoliy Koreyaninki Rossiyaga askar avatishidan qattiq beyaram bo'ldi. Bunu beyaram qilgan narsa birinchisi Shimoliy Koreya bilan Rossiya o'rtasidagi harbiy ittifoqninki eng zo'r saviyaga yetganligi. Janubiy Koreya izchil Rossiyani Shimoliy Koreya bilan harbiy ittifoq tuzmaslikka, Shimoliy Koreyaning yadro planlarini qo'llamaslikka ogohlantirib kelgan. Ammo bu qatim Shimoliy Koreyaninki Rossiyaga rasmiy askar avatganligi, Rossiyaninki Janubiy Koreyaning ogohlantirishlarini tamamen anlamaganligini, Shimoliy Koreya bilan bo'lgan harbiy ittifoqni eng yuqori saviyaga yetganligini ko'rsatdi. Chunki xalqaro munosabatda bir davlat yana bir davlat bilan urushganda unga eng yaqin ittifoqdoshi yordam beradi. O qurol setib berish yoki Iroqdan ochliq avatib berish deganlar odatdagi do'stlarning qo'ldan keldi. Ammo askar avatib bevosita jangga kirish degan eng janjigar do'stlarning qo'ldan keladi. Kishilik turmushda shunday qol. Shunga buningdan hamda Shimoliy Koreyaninki Rossiya bilan bo'lgan harbiy ittifoqininki ama yuqori chekayotganligini ko'rib yetgan Janubiy Koreya rahatsız bo'ldi. Darhol Amerika bilan bu vaziyatni so'zlash uchun, muzokara qilish uchun yig'in chaqirishni o'ylashyapti hozir. Endi Janubiy Koreyani ansirayotgan yana bir narsa,
Şimali Kore'ninki alıdığanları. Şimali Kore Rusya'ya bir askerlerini evetip demeydi. Bir ölsün bu askerleri verip de yolgu sanmaydı. Bunun bedeligi Rusya'dan bir narsa aldı. O narsa ne? En çok ihtimalle yadro bomba. Yadro kural. Atom bombası. Elbette Şimali Kore'ye yadro kuralı erişip boğalıqını çakalıqıyla 10 yıl oldu. Ama şundaqdı mı Şimali Kore'ninki yadro teknikisi ve zapsı Rusya'ya yetmeydi. Hem Şimali Kore Rusya tarafından mı Xitay tarafından mı yadro kuralıga erişten bolmaydı dep çekinip kelgen bir dönem. Hem de bolsa Rusya Şimali Kore'ninki yadro devleti ekanligini itiraf qilishi mumkin. Şimali Kore'ga yadro texnikalarini yuqori zapas yadro aslilerini ta'minlashi mumkin. Ve bu Şimali Kore'ni texmi kuchaytirdi. İkincisi Şimali Kore açlıkka muhtaç. Şuna Rusya Şimali Kore'ye kural bedeliga açlık berdi. Bu nesile Şimali Kore'ni kuchaytirdi. Şimali Kore'ye kuchaysa Janubiy Kore'ga bevosita tahdid soladi. Şuna Janubiy Kore hazır barliq ihtimollarni o'ylashyapti. Albatta hozirgacha Janubiy Kore bir kısım top eslehelerini, zemberek oklarını Ukrayna'ya Amerika arkalık təminləb kelgan, bevosita təminləməyən, ama bundan keyin Ukrayna'nı resmi qural-yaraq bilan ta'minlasa, askar chiqarishi natayin deb o'ylayman Shimoliy Koreyaga o'xshash. Kuzatuvchi ömek avatadiganligini jakaladi. Ama qural-yaraq bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Menimcha agar Janubiy Koreya Ukraynani qurollar bilan ta'minlasa, o chaqda Ukraynaningki kuchimi oshidi. Janubiy Koreya kichik tipdagi qural-yaroqlarni ishlab chiqarishda hozir dunyoning oldida. Amerika, Yevropa bular bakkalaqi yuqori texnikalik narsalarga mablag' solib, o'rta texnikalik, tuvan texnikalik narsalarni cho'rayotgan. Shunga Ukraina urushining ehtiyojidan chiqolmayotdi. Amerika, Yevropaningki qurol-yarog' shirkatlari. Ama Janubiy Koreya bunun 10 yillardan buyon mablag' solib kelgan. Shunga Janubiy Koreyaningki zavodlari, qurol-yarog' zavodlari dal Ukraina urushiga o'xshash iqtidoi. Yomon iqtidoi emas, an'anaviy urushlarning huddusidan chiqalaydigan o'rta yoki tuvan darajadagi texnikalik qurol-yaroqlarni ishlab chiqara oladi, tezlikda ishlab chiqara oladi, buningki miqdorini oshira oladi. Shunga Shimoliy Koreyaningki Rossiyani qo'llashi, Rossiyani qanchalik kuchaytgan bo'lsa, agar Janubiy Koreya Ukrainani qo'llab qolsa, u chaqda bu Ukrainani shunchalik kuchaytira oladi. Bu xil ahvol hamda Ukrayna urushininki bir baldoq o'rlab xalqaralashganligini ko'rsatadi. Albatta Ukrayna urushi bir xalqarалық urush. Buningki garchi tutaklari Ukrayna bilan Rossiya zaminda ko'tarilsa-mu, ammo uningki siyosiy, iqtisodiy ta'sirlari butun dunyoninki har yerida ko'rilyapti. Ammo hech qachon bugünkidek bir vaziyat shakllanmaganda o'tgan 2,5 yildan buyon. Ya'ni ikki urushayotgan ikki davlat, Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya bevosita Ukraina urushi tufayli tutishmagan. Shunga bu endi yangi taraqqiyot, bu hatto bu urushni bir dunyoviy urushningki piltisiga aylantirib qo'yishi mumkin. Ammo men cho'ng so'zlashni xohlamayman. Shunga üçüncü bir dünya urushi portlamdi, qachon portlaydi degan savollarga nisbatan hozirgacha javob bermay keldim. Ammo buningga ikki Koreyaning qatnashishi bu urushningki hajmini, salmoqini birasi zo'raytgan bo'ldi. Bu belki Amerika'nın, Yevropa'nınki Ukrayna'ga qo'ygan cheklimalarini tamamen kaldırışını keltirip çıkarışı mümkün. Çünkü aldığımız programlar degandek
Amerika Ukraynaga bergen kurallarga çekleme koyup gelgen. Fakat Ukrayna zeminde Rus nişanlarını bombardıman kılsan buludu, atsan buludu ama Rusya zeminine işgirlep kiremeyse. Çünkü Rusya magahlandırıp NATO'nun teminleyen kurallarının Rusya zemini içinde işletilişi bizden kızıl sızık emas. Eğer bu kurallar Rusya zemini içinde işletilse o vakitte NATO'nun teritoriyalleri biz için kanunluk nişanға aylandı dep tahdid salgan bolğaçqa NATO devletleri bundan korkup şuna Ukraynaga sen bu kurallarını fakat zeminine besip girgen Rus askerleriyle karşı atsan buludu. Sırtqa atsan bolmaydı dep turgan. Zelenskiy aldın kaydı Amerika'ya bağlan ziyaret edimi Biden'ni bununla qayıl qilishga tirishmoqchi bo'ldi. Bana Irak musafirlik boshqarilgan bombani ko'proq beringlar ve u yerga at, bu yerga at degan gapni tashlab o'tinglar, men xalqa yerimga ataydi. Ama Amerika izchil turda bununla qarshi turib kelgan. Ama hozir Shimoliy Koreyaningki askarlarining kelib Rossiyani kuchaytirishi Amerikaningki 5 burchaklik binoning planlarini ma'lum darajada çoklarını yo'qqa chiqirdi. Yani Rossiyani hasırtımız askeri yetmey kaldı, şunu bel koyup birdi dep turganda vaqtidek başka bir yardım kelse, o vakitte o ümitler yo'qqa chiqadi. Şunun bilen bununla taqobil turish uchun yeni tedbir o'tirib qo'yish kerak. Bu yeni tedbir ne bo'lishi mumkin? Cheklamalarni amaldan qoldirib o'tishi mumkin. Deyilgandek necha kun oldida Amerikaningki bayonotchisi 5 burchaklik binoning bayonotchisi nima dedi? Rusya zeminideki Şimali Kore askerleri kanunluk hücum nişanı dedi. Yani cengi kirge hesaplanıdı. Cengi kirge hesaplangandakin bomba atsak buluyordu degan gap. Bu halat hem de Ukrayna urushuningki derecesine normal rayon to'qinishdan yükseltip dünyavi bir urushqa söylep ketishi mumkin. Hozirgi taraqqiyot shu tarafga qarab ketyapti. Buni davomli kuzatishimiz kerak. Bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtiraylik. Aman bo'linglar, kelak sonda ko'rishaylik.